Ayınca qatımız. Ansı beş qıpaqaylı sağadaşlar. Qarana climbing, writing. Climbing, writing. Okay, ansa climb, boşuna climbing, run, boşuna running. Okay. Write boşuna writing. Ahir evilen ahirlaşqan bolsa ayneli bitimiz. Qarana. Mana bir tamamlab beqinglar. Masalan, sit dedik shunami? Sitting. Okay. Drink boşçu. Okay, drink degan ichmak shunami? Drink, drinking. Cook tamoq etmek, cooking. Bularning asosini aytayveramiz. Endi ma bir bo'g'imliq. Endi buningki so'zliq tavob sharfi keyindan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lsa, buni qanday qilamiz? Masalan, run, running. Ash enerbni bir qatim qaytlab qanday qilamiz? Ayincha qilamiz. Masalan, playing uchun bu vasqativeramiz, eat, bu vasqativeramiz, eating shunami? Eat degan yemak, yeyotidi. Dance. Ma dance degan i qanday qilamiz? Aniq talaffuz qilmaydi. Shunga i ni elib o'tib qanday qilamiz? Ayincha qilamiz. Buning bo'ldi dancing. Dancing. Clean. Clean deganimiz nima? Pokizlamoq, tozalamoq. Endi nima? Cleaning. Okay, cleaning. Xo'sh, hamsa qaranglar. Bu rasmda nima ish qilyapti? Okay, they play football. Okay, endi mana bir jumlaga aylantirib beraylik. They play football. Ular to'p o'ynayotidi. Shunami? Hozir qilyaptini. Bu yerga nima qilamiz? Are. BPL shunami? They are playing football. Okay. Mushu pilning oxiriga nima? Ing qatimiz. Shunami? Okay, endi ma'lumchi. Tom read a book. Okay. And the Tom nima ish qilyapti? Kitob o'qiyotdi. Tom uchinchi shaxs birlik. Shuni yerga Tom is read. Nima qilyapti? Ing qatimiz. Tom is reading a book. Tom bir kitob qanday qilyapti? O'qiyotdi. Tom is reading a book. And the they watch TV. Okay. And ular nimkilla ikkinchi BPL. They are watching TV. Ular qanday qilyapti? Televizor ko'ryapti. And the he stand. He is standing. U o'ri turyapti. Yoki nima turyapti degan gap bor. He is standing. U o'ri turyapti. Nima ish qilyapti? What is he doing? What is he doing? O nima ish qilyapti? He's drinking water now. U hozir nima ish qilyapti? Suv ichyapti. Nima? He is drinking water now. Endi bir savolga aylantirsak qanday desanglar, is he drinking water now? Is he drinking water? O'xshashlar nima BPL ni oldiga o'tkazib bersak nima bo'ldi desanglar? Bu oddiy savol jumlaga aylandi. Yes, he is. O ichyapti. Shunami? Qaranglar, what is she doing? Endi bir alohida savolga aylantirsak nima? What ni qo'shsak ham bo'ladi. Masalan, what is she doing? U nima ish qilyapti? She's cleaning the house. U uyni qanday qilyapti? Tozalayapti. Demak, she's cleaning the house. U qanday qilyapti? Uy tozalayapti. Okay. Is she doing her homework? Endi u topshiriqni ishlayaptimi? Shunami? No, she isn't. Agar yo'q desak, deymiz sanlar. Isning keyin nima bo'ladi? No, she isn't bo'ladi. Okay, no, she isn't. What are they doing? Sizlarning nima ish qilyapti bolalar? What are they doing? Nima ular yugurayotdi, shunami? They are running. They are running. Are they writing? Shunami? And ular bir narsa yozyaptimi? No, they aren't. Yo'q, ular qanaqa qilmadir, yozmayapti. They are running. Ular bir narsa yozmayapti, ular qanday qilyapti? Yugurayotdi. Yasınca aşağıdaki tekstini elbette tanışma tekstiga yani. Okay. Sağdaşlar, mesela bugünkü şu grammatik mezmunu müşahiç bolsun. Emsa texim köp mezmun qiziqsanglar, bizninki şu ünnidar salonimiz ham abditali bizni tushirib, davomli şu programmamizni ko'rsanglar bo'ldi. That's all for today and see you next time.